Xullas, Toshkentda raqobatga chidaydigan Navoiyni biznesi yo'q. Navoiyda raqobat kam. Navoiyda biznes ochish hozir juda ham arzon. Navoiyda cho'tki yuradi. Da, zo'r. Raqobat yo'q. Raqobat yo'q. Lekin Toshkentda raqobatga chidab beradigan Navoiyni biznesi chidolmaydi hozir raqobatga. Nimaga deganda hali Navoiyni biznesi tayyor emas Toshkentda gullab ketishga. Navoiyda biznes qilish osonligi uchun bu. Agar masalan Toshkentdan kelib biznes Navoiyda gullab ketadi, nimaga? U yerda raqobat kam, birinchidan. Bu yerda arendalar arzon. Bu eng biznesni chopadigan joyi arendasi masalan. Katta pulingiz o'sha joyi o'ziga ketadi. Bu yerda hattoki siz sotib olishingiz ham mumkin. Ikkinchidan arendaga olsangiz ham arzon. O'zini qoplaydigan biznesni bemalol yo'lga qo'yib yuborishingiz mumkin arenda bilan. Arendaga olib ham joyida. Uchinchidan ishchi kuchi arzon. Ishchi kuchi arzon. Xalqda to'laydigan to'lovchanlik qobiliyati adashmasam Toshkent, Samarqand, Buxorodan keyinda turadi. Xullas, to'lovchanlik qobiliyati ekonomika bo'yicha Navoiy zo'r. 4-o'rinda turar ekan. Bilmayman, даже anaqa yashash, baxtlilik ko'rsatkichi bo'yicha O'zbekistonda 4-o'rinda turar ekan. Xullas